Assalomu qadrli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan hozir biz matematika sinov testi 41-maktabga bo'lib o'tgan sinov testining yechimlari bilan tanishib chiqamiz. Meni ovozimdan tanigan bo'lsalaringiz kerak. Yaxshi. Endi ushbu sinov testi qanday tuzilganligi haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu sinov testi O'zbekistondagi xalq ta'limi tomonidan tasdiqlangan matematika darsligi asosida 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflar darsliklari asosida tuzilgan. Har bir sinfdan 5 tadan savol, 2 dan 5 ta, birinchi 5 ta 2 sinfga doir, ikkinchi 5 ta 3 sinfga, keyingi 5 ta 4 sinfga va keyingi 5 ta 5 sinfga doir savollar tuzilgan. Umumiy. Demak, farzandingiz qaysi savolda qanday ishlaganini mana ko'rib, nechta ishlaganini bilib, darajasini, bilimini aniqlashingiz mumkin bo'ladi ota-onalarga. Demak, birinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak, nima deyapti? O'ng tomonda turgan g'ishtlar chap tomonga turgan g'ishtlardan nechtaga ko'p deyapti. Ikkalasining farqini so'rayapti, to'g'rimi? Xo'p, juda ko'plab o'quvchilar buni bittama-bitta sanab, buni ham bittama-bitta sanab chiqadi. Bu ham to'g'ri yo'l. Ya'ni, lekin undan osonroq yo'li nima? Osonroq yo'li mana bu turdagi turushda turgan g'ishtlar, bu yerda turushda turgan, masalan, 4 ta boshlanyapti, keyin 3 ta, keyin 2 ta, keyin bitta. Bu yoqda ham mana 4 ta, 3 ta, 2 ta, bitta. Ikkalasi ham bir xil bo'lgandan keyin ikkalasida nima? Qolgan mana bu qo'shimchasi nima? Bu yerda ortiqcha bo'ladi, ya'ni farqini ifodalaydi to'liq. Chunki bu yerdagi hozir nechta? 4, 3, 7 ta, 10 ta. Mana bu yerda 10 ta g'isht bo'lsa, mana bu yerda ham 10 ta g'isht. Ikkalasi bir xil. Va pastdagi g'ishtgina ularning orasidagi farqni ifodalaydi. Bu esa tabiiyki nechta? 5 ta bo'ladi. Ya'ni javob 5 ta g'isht ikkinchida birinchiga qaraganda ko'proq ekan. Tezroq topish yo'li. Sanab chiqsa ham bo'ladi, unda sal vaqt ketib qoladi. Ikkinchisi, rasmda qaysi karta eng ko'p deyapti. Qarang, bu yerda bu ham 3 ta, bir xil komplekt. Bu ham 3 ta komplekt, bu ham 3 ta komplekt, bu ham 3 ta, bu ham 3 ta komplekt. Har bir shaklni, har bir kartani sanab chiqishingiz mumkin, lekin osonti nima? Mana bu yerga 4 burchak ko'proq. Chunki bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta, hammasidan 5 tadan bo'ladigan bo'lsa, 4 burchakdan esa nechta? 6 ta bo'ladi. Demak, javob 4 burchak bo'ladi. 4 burchak. Bittalar sanab chiqsak ham bo'ladi. Shunday sodda holatda osonroq ishlashimiz ham mumkin siz bilan. Endi keyingisi, 3-savolda Vali tug'ilgan kunidan bir kun keyin chorshanba ertaga bo'ladi dedi. Demak, Valining tug'ilgan kuni qachondir bir kun bo'lgan. To'g'rimi? Tug'ilgandan keyin bir kundan keyin. Tug'ilgan kundan keyingi kun aytayapti. Ertaga nima bo'ladi deyapti? Ertaga chorshanba bo'ladi deyapti. Demak, chorshanba bo'ladi degan kuni qachon aytgan bo'ladi? Tabiiyki seshanba kuni aytgan bo'ladi. Chunki bilamiz biz hafta kunlari dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. To'g'rimi? Ya'ni birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kun, beshinchi kun, oltinchi kun. 7-chi kun nima bu? Dam olish kuni. Endi demak bu aytayapti, ertaga 3-kun chorshanba bo'ladi deyapti. U gapni aytgan kuni 2-kun bo'lgan sizda. Demak, uni tug'ilgan kuni bir kun oldin bo'lgan. Seshanbadan bir kun, 2-kundan oldingi kun 1-kun bo'ladi, ya'ni dushanba kun bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshi, demak javob nima bo'ladi? Dushanba bo'lar ekan. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak nima qilamiz? Keyingi savolimizga qaraydigan bo'lsak, 4-savolda istirohat bog'ida kirishga 12 ta bola navbatga turibdi. Endi mana bu yerda qaranglar, bola turibdi. Keyin bolalarni sanashimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Keyin aytayapti, Lola oldidan 7-da turibdi. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana bu qiz Lola ekan. Navruz esa orqadan 2-da turibdi. Mana 1, 2. Mana bu yerda kim turibdi? Navruz turibdi ekan. Ular orasida nechta bola bor deyapti. Ular orasida tabiiyki 1, 2, 3 ta bola bor. Javob 3 ta bo'ladi. Rasmni o'ziga berib qo'yibdi. Juda sodda, bu 2-sinf savoli bo'lgani uchun maza qilib, osongina bemalol ishlasak bo'lar ekan. Keyingisi 5-savol mana aka. Ko'pchilik qiynalib qopti. Sizda quyidagi yo'llardan ikkitasini shunday berkitishingiz kerakki, sichqon pishloqqa bora olmasin deyapti. Bu yerda ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik mana bu yoqdan yurishni boshlaydi. Tepadan boshlab yurishni boshlaydi ko'pchilik. Lekin aslida eng to'g'ri yo'l nima? Orqadan boshlash. Ya'ni agar birinchi yo'lni yopsa nima bo'ladi? Birinchi yo'l qayerga olib boradi? Birinchi yo'l shunday borasiz, birinchi yo'l bilan shunday borasiz, shunday borasiz, shunday bor, yana shunday borib kelasizda. Bu yerga kelasiz, yana qaytasiz, mana bu yerga qaytasiz. Ya'ni boshqa joyga borib bo'lmaydi. Mana bu yerga borgaman deganda ham yo'l yopiq. Mana ikkinchi yo'lga keladi. Demak, ikkinchi yo'l bilan yursa qayerga boradi?
ikkinchi yo'l bilan bo'lsam o'sha joyga bo'ladi, ya'ni tupikka kirib qoladi. Demak, birinchi yo'l ham bo'lmaydi, ikkinchi yo'l ham bo'lmas ekan. Uchinchi yo'l bo'lsa nima bo'ladi? Uchinchi yo'l qayerga olib boradi? Mana shunday olib borib nima bo'ladi? Uchinchi yo'l ham bizni tupikka olib boradi. Demak, uchinchi yo'l ham bo'lmaydi. To'rtinchi yo'l agar bu tomondan ketsak, to'g'ri tupikka olib boradi. Lekin biz agar mana bunday esa ketadigan bo'lsak nima bo'ladi? Biz kerakli joyga, ya'ni kerakli joyimizga bemalol sichqonni oldiga bora olar ekanmiz. Demak, to'rtinchi yo'l bilan va faqatgina ikkita, beshinchi yo'l bilangina, ikkalasi bilangina sichqonni oldiga bora olar ekanmiz. Bu nima degani? Bu degani sichqon faqatgina 4 va 5 orqaligina pishloqqa yetib kelishi mumkin. Boshqa yo'llar orqali yetib kela olmas ekan. Chunki borishga yo'l bo'lsa, qaytishga ham yo'l bo'ladi-da. Demak, javob 4 va 5 bo'ladi. 4-chi va 5-chi yo'llar bo'lar ekan. Yaxshi, keyingisi 6-savolga mana 3-sinfda savollarga ham boshladik. Birinchi 6 raqamini 6-savol nima deyapti? Birinchi 6 raqamini 3 soniga qo'shing deyapti. 6 ga 3 ni qo'sh deyapti. Keyin natijani 2 ga ko'paytir deyapti. Qabz qilamiz, chunki ko'p qo'shganimizdan keyin natijani 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Va keyin 1 ni qo'shing deyapti. Natijaga 1 ni qo'shishimiz kerak. Bajarilgan amallarni qanday yozib olish mumkin deyapti. Mana shunday bajarilgan amallarni yozishimiz mumkin. Ko'pchilik javobini yozib qo'ygan. Bizga javob so'ragani yo'q. Bu yerda ifodada aytgan narsani yozma ko'rinishidagi holatini so'ragan bizdan. 7-si. 7-savol nima deyapti? Katta qutida 3 ta kichikroq quti bor. Demak, bizda katta bitta quti bor. Katta quti bor. Unda 3 ta kichkina quti bor. 1, 2, 3 ta quti bor. Va ularning har birida yana 3 tadan quti bor. Demak, bunda ham bitta, 2 ta, 3 ta quti. Bunda ham bitta, 2 ta, 3 ta quti. Bunda ham bitta, 2 ta, 3 ta quti bor. To'g'rimi? Jami nechta quti bor deyapti. Bo'ldi, sanaymiz buni. Bu 1, 2, 3, o'zi bilan 4. 5, 6, 7 o'zi bilan 8. 9, 10, 11 o'zi bilan 12. Katta quti bilan 13 bo'ladi. Jami nechta ekan? 13 ta quti bor ekan. 7-savolning javobi. 8-da nima deyapti? Bugun Javlon o'z yoshini singlisining yoshini qo'shsa 10 yosh chiqdi. Ya'ni Javlon bilan singlisining yoshi 8 ga qaraydigan Javlon bilan uni singlisining yoshini qo'shganimizda 10 yosh chiqibdi. Ularning yoshlari 1 yildan keyin necha bo'ladi deyapti. Ularning yoshlari yig'indisi ikkalasi birga. 1 yildan keyin Javlonga 1 yosh qo'shiladimi? Singlisiga ham 1 yosh qo'shiladimi? Xuddi shunga 10 ga necha qo'shiladi? Ikkalasiga ham 1 qo'shilgandan keyin bu ham 12 ga aylanadi. Chunki unga ham singlisining yoshi ham, akasiniki ham, ukasiniki ham qo'shildi. Demak, natijada nima bo'ladi? 12 bo'lar ekan. Yaxshi, keyin 9-savolda nima deyapti? 9-savolga qaraydigan bo'lsak. Ushbu pitsa teng bo'laklarga bo'lingan edi. Kesib olingan bo'laklarni toping deyapti. Demak, ushbu pitsada kesib olingan bo'laklarni topishimiz kerak. Qarang. Tepada nechta bo'lak bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Ya'ni tepa yarmida 6 ta bor. Demak, pastda ham nechta bo'lish kerak? 6 ta bo'lish kerak. Bizda 6 dan 2 tasi ko'rinib turibdi. Demak, nechta yo'q? 6 dan 2 tani ayirsak, 4 ta pitsa yo'q. Javob 4 ta bo'lar ekan. 10-savol. Hayvonot bog'ida 10 ta tuya bor. Demak, 10-savolda 10 ta tuya bor. Bir o'rkachli yoki 2 o'rkachli. 10 ta tuyada yo bitta o'rkach bor, ikkita. Jami 14 ta o'rkach bo'lsa deyapti bizga. 14 o'rkach bo'lsa, 2 o'rkachli tuyalar nechta deyapti. Demak, e'tibor beramiz bu yerda. Jami 14 ta o'rkach bor ekan, to'g'rimi? 14 ta o'rkach borgandan keyin bizda jami 10 ta tuya bor o'zi. Har birini kamida bittadan deydigan bo'lsak, nima bo'ladi? 4 ta o'rkach ortib qolyapti. Demak, tabiiyki, soddaki biz 4 ta tuyadan nima bo'ladi? 2 ta o'rkach bo'ladi. 4 ta tuyada 2 ta o'rkach bor, qolgan 6 ta tuyada nima? Bitta o'rkach bor. U ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, natijada nima bo'ladi? 14 ta o'rkach hosil bo'ladi. Demak, bizda 2 o'rkachli tuyalar sonini so'ragan edi, u 4 ta bo'lar ekan. 4 ta. Yaxshi, keyingisiga qaraydigan bo'lsak, 11-savolda Lola qog'ozdan ikkita turdagi shaklni qirqib olmoqda. Quyidagi qayiqchani qirqib olish uchun Lolaga eng kamida nechta shakl kerak? Qarang. Mana bu yerda mana buni o'sha qirqib oldi. Bitta ketdi. Ikkita ketdi, 3 ta ketdi. Xuddi shunday mana bu yerdan bitta ketdi. Mana bu yerdan 2 ta ketdi. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ladi. Javob nima bo'ladi? 6 bo'lar ekan. Va nihoyat 12-savolga qaraydigan bo'lsak, 7 metr kvadratdan 7 detsimetr kvadratni ayirishimiz kerak, to'g'rimi? Bu nechanchi sinf savoli? 4-sinf savoli. Avvalo 1 metr
Necha santimetr? Avval hammasini bir xil birlikka aylantirib olishimiz kerak. Bu bir xil birlik nimaga kerak? Masalan, siz pul almashtirayotgan yoki pul hisob-kitob qilayotganda har doim bir xil birlikka qilsakgina soddaroq hisob-kitob bo'ladi. 1 metrimiz necha santimetr? 1 metrimiz 100 santimetr. Buni bilamiz, to'g'rimi? Endi 1 metr kvadratchi. 1 metr kvadrat topishga ikkita tomonni nima qilamiz? Kvadratga oshirib yuboramiz. Ya'ni 1 metr kvadrat bo'ladi. 100 ning kvadrati necha? 10 ming bo'ladi, to'g'rimi? 10 ming santimetrning kvadrati bo'ladi. Demak, 1 metr kvadrat 10 ming santimetr kvadrat ekan. Xuddi shunday 1 desimetr necha santimetr? 10 santimetr bo'lgandan keyin ikkita tomonni ham kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, 1 desimetr kvadrat teng 100 santimetr kvadratga teng bo'ladi. To'g'rimi? Demak, bu yerda hisob-kitoblarni qiladigan bo'lsak nima bo'ladi? Hisob-kitoblarni qiladigan bo'lsak biz 7 metr kvadrat degani 7 metr kvadrat degani 70 ming santimetr kvadrat degani. 7 desimetr kvadrat degani 1 desimetr 100 bo'lgandan keyin 700 santimetr kvadrat. Santimetr kvadratdan santimetr kvadrat ayiradigan bo'lsak 69300 santimetr kvadrat hosil bo'lar ekan bizning javob. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, keyingisi 13-savolda nima deyapti bu yerda? Kasrni hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, bu 1/7 ayru 2/7 qo'shuv 3/7. Nima qilamiz qaranglar bu yerda? Kasrning mahrajlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, hammasining mahrajlari teng. Suratlarni qo'shib ayirib qo'yamiz. Ya'ni 7, 1 ayru 2 qo'shuv 3. To'g'rimi? 3 ga 1 qo'shsak necha bo'ladi? 4, 2 ni ayirsak, 4 dan 2 ni ayirsak 2, pastda 7 ni o'zi turadi. Demak, javob nima bo'ladi? 2/7 ga teng bo'lar ekan. Yaxshi, keyingisi 14-savol nima deyapti? Ozod har kuni 36 kilometrdan yo'l bosib, manzilga 10 kunga yetib boradi deyapti. Bu yerda S teng V ko'paytirib T degan formuladan foydalanamiz. Ko'pchilik biladi, bu S yo'l, V bu yerda tezlik, T esa nimani ifodalaydi? Vaqtni ifodalaydi. Demak, men har kun yurganimda vaqtga ko'paytiradigan bo'lsam, S topayapman. Ya'ni 36 kilometrdan 10 kun yurgan bo'lsam, jami men 360 kilometr yurganman. To'g'rimi? Endi qaytishda xuddi shuni 9 kunda qaytib kelmoqchi, tezroq kelmoqchi bo'lish uchun nima qilamiz biz? Demak, 360 ni 9 ga bo'lsak, har kuni necha kilometrdan yurishimiz kelib chiqadi. Bo'ladigan bo'lsak, javob nima bo'ladi? 40 kilometr bo'ladi. Demak, qaytishda biz 36 emas, balki 40 kilometr tezlik bilan qaytishimiz kerak ekan bir kunga. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, keyingi savolga qaraydigan bo'lsak nima bo'ladi? Keyingi savol. 15-masalamiz. Anvar bayram uchun qilingan pishiriqning birinchi yarmini quyidagi rasmdagidek ba'zi do'stlarga teng taqsimladi. Demak, birinchi yarmini 1, 2, 3, 4 ta bo'lakka bo'libdi. Qolgan yarmini esa xuddi shunday taqsimladi. Demak, bu yoqda ham 4 ta bo'lakka bo'lgan. Bo'lganda bir bo'lak ortib qoldi. Demak, 4 tadan nima? 3 tasini ishlatgan, bir bo'lak ortib qoldi. Demak, Anvarning do'stlari soni. Bu yoqda 4 ta edi, narigi tomondan 3 ta chiqdi. Demak, jami 7 ta Anvarning do'sti bor ekan. Keyingisi 16-savol nima deyapti? 6 bo'lingan 3 qavs hech narsa yo'q degan ko'paytirish 2 kara 0 qo'shuv 1 ayru 1. Bu yerda nima qilishimiz kerak? 5-sinf o'quvchilari uchun tuzilgan savol. Amallar tartibini bilishimiz kerak. Amallar tartibi nima? Amallar tartibi har doim aytadiki, birinchi amal biz qavs bilan darajani bajaramiz, undan keyin ko'paytirish bo'lish va oxirida qo'shish ayirish. To'g'rimi? Birinchisi qavs bilan daraja. Daraja nima degani? Masalan, 2 ning kubi teng 2 ko'paytirib 2 ko'paytirib 2. 2 ni o'ziga 3 marta ko'paytirish natijasi hosil bo'ladi. 8. Ikkinchi amal nima? Ko'paytirish va bo'lish amallari hosil bo'ladi. Bu ko'paytirish bo'lish amallari nimaga kerak bizga? Ko'paytirish bo'lish amallari bu ikkinchi tartibli, ya'ni qavs bilan darajani bajarib bo'lganimizdan keyin ikkalasini bajaramiz. Agar ko'paytirish bo'lish bir vaqtda kelib qolsa, qaysi birinchi kelsa, o'shani bajaramiz. Uchinchi amal, uchinchi tartibda ularni bajarib bo'lgandan keyin oxiri qo'shish ayirish bajarar ekanmiz. To'g'rimi? Demak, shu yerda birinchi amal qavs ichi bo'ladi. Qavs ichida ko'paytiruv turibdi, qo'shuv. Qaysi birinchi? To'ppa-to'g'ri ko'paytiruv bajariladi, keyin qo'shuv. Undan keyin bu bo'luv, keyin ko'paytiruv, keyin oxiri bu. Ya'ni ikkita son orasida hech narsa yozmaslik degani orasida ko'paytiruv bor deb tushunib ketishimiz kerak. Bu matematik hiyla deyiladi. Endi, demak, natija hisoblaydigan bo'lsak, har 2 ni birinchisi 2 ni 0 ga ko'paytirishimiz kerak. Har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak 0 bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchisi 0 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 1 bo'ladi. Uchinchi amal nima qilishimiz kerak? 6 ni 3 ga bo'lishimiz kerak. 6 ni ichida 3 2 ta bo'ladi, to'g'rimi?
To'rtinchi amal nima qilishimiz kerak? 2 ni bu yoqdan hosil bo'lgan 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, natija 2 bo'ladi. Beshinchi amal 2 dan 1 ayiradigan bo'lsak, natija 1 bo'ladi ekan. Javob shunda nima bo'ladi? 1 bo'lar ekan. Yaxshi va nihoyat ko'pchilikni qiynaydigan e kub va e kub masalasi nima qilamiz? 8 bilan 12 ning e kubi. E kubning ma'nosi nima desangiz, eng katta umumiy bo'luvchi. Ya'ni 12 ham 8 dan bo'linadigan sonlarning orasiga eng kattasi qaysi deb so'rayapti. Qaysi deb so'rayapti. Buni topishning eng yaxshi yo'li biz ikkalasi ham sodda yo'lini tushuntiraman. Ikkalasi ham bo'linadigan sonlar necha? 1, ikkalasi ham bo'linadi 2 ga bo'linadi, ikkalasi ham 4 ga bo'linadi. Orasi eng kattasi necha? 4 ta olamiz. Xuddi shunday. E kub degani 6 bilan 4 bo'linadigan sonlar ichida eng kichigi. Ular ikkalasiga ham bo'linadigan son 12, keyin 24, 36 ketadi, demak 12. 4 ga 12 ni qo'shsak necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Endi uni rasmiy, jiddiy usuli bormi desak, ha bor. Uning uchun nima qilamiz? 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 12 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi, 6 bo'ladi. 6 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi, 3, 3 1. Xuddi shunday 8 ni ham ajratamiz. 2 ga bo'linadimi? 4, 2 ga bo'lsak 2, 2 1. Shunda ikkalasini e kubini topish uchun ikkalasida ham bor bo'lgan sonlarni nima qilamiz? Olamiz, belgilaymiz va o'shalarni ko'paytiramiz. 2 kere 2 necha? 4. Demak javob 4. To'g'ri oldik. Xuddi shunday e kubni topayotganimizda nima qilamiz? E kubni topayotganimizda ikkalasini ham shunday tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1, keyin esa 4 ni 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Ikkalasida ham bori va eng ko'pini olamiz. Ikkalasida ham 2 bor, eng ko'pi bu. Ikkalasida ham yo'g'ini olamiz. Uchalasini ko'paytirib qo'ysak 12 hosil bo'ladi. Ikkalasini qo'shib qo'ysak javob 16 bo'lar ekan. Hali bunga juda ko'proq, batafsil chuqurroq darslarimizda nasib qilsa to'xtalamiz. Hozir umumiy qisqa tushuntirib ketyapman. 18-savolda parallelopiped nima deyapti? Tomonlari bor parallelopipedning. Demak, parallelopiped oldin chizib olamiz. Bizni xonamiz, hozir o'tirgan xonamizda ham shakli parallelopiped shaklida. Demak, 3, 4, 5 ekan. Uzunliklari. To'la sirti degani nima degani? Parallelopiped 6 ta tomoni bor, to'g'rimi? Biz qarab turgan orqa tomonimiz o'ng, chap, past va tepa 6 ta tomonni yig'indisi uni to'la sirti deyiladi. Ya'ni mana bu tomon necha? 5 kare 4. Ya'ni to'rtburchakning yuzasi nimaga teng? A desak, buni B desak, S yuzasi A ko'paytiruv B. Bu tomon nechaga teng? Umumiy S 20 ga teng. 20 dan yana bitta 20, ikkita 20 bor. Qo'shaman. Bu tomon 4 kare 3 12 ga teng, yana bitta 12 bor. Qarama-qarshi tomonda. Endi past xuddi shunday mana bu yonbosh tomonni oladigan bu 15 ga teng. 15, ikkita 15 bo'lgandan keyin. Bularni hisoblaydigan bo'lsak necha bo'ladi? Hisoblaydigan bo'lsak 47 bo'ladi. 47 ga 47 94 bo'lar ekan. To'g'rimi? Yaxshi, javob 94 bo'ldi. Oxir 19-masalaga qaraydigan bo'lsak, nima deyapti 19-masalamizda? 0.01 ni 0.10 ga bo'lishim kerak, to'g'rimi? Keyin ayirishim kerak 9 ni. Mana bu 10 kasrda keyin birinchi songa o'zgartirib oladigan bo'lsak, nima qilamiz? Yana soddaroq. 0.01 degan birinchi 10 kasrni virgulsiz yozib olamiz birda o'zini. Virguldan keyin nechta raqam bo'lsa, birda ortidan shuncha 0 qo'yamiz. Bo'lish amalini bajaramiz. Bunda tepada 1 virgul ortsa bitta raqam bo'lgani uchun 10 yozamiz. Ayru 9. Kasrlarni bo'lish qoidasi nima? Kasrni bo'layotganimizda ikkinchi kasrni teskarisiga ko'paytirish qilsak ham bo'ladi. Ko'paytirsak 10 tepaga 1 pastga bo'ladi. Kasrlarni ko'paytirishda tepani tepaga, pastga ko'paytirsak bo'ladi. Ayiramiz 9 ni teng. 10 kare 1 10, 100 kare 1 100 bo'ladi. Endi ikkalasini ham bir xil songa bo'lib olsam, hech narsa qilmaydi, to'g'rimi? Xo'p, shunda bu bilan bu qisqarib ketib natija nima bo'ladi? 1 taqsim 10 bo'ladi. Undan 9 ayirishimiz kerak. To'g'rimi? Shunda 1 taqsim 10 dan 9 ayiradigan bo'lsak, -8.9 degan javob chiqar ekan. To'g'rimi? -8.9. Keyingisi oxirgisi 20-savolimizda hisob kitobini qilishimiz kerak ekan. 20-savolda nima deyapti? 5.10 dan 2 ni 200% ni so'rayapti. 5.10 dan 2 bu 100%lik son. Qanaqadir x uning 200% ga teng. Bo'ldi, bu yerda proporsiya qiladigan bo'lsak, kapalakcha qoidasini ishlatamiz. Kapalakcha qoidasidan x kare 100 teng 5.10 dan 2 ko'paytirib 200 bo'ladi. To'g'rimi? Ikkita tomondan nollarni qisqartirib olsak, x teng 5.10 dan 2 ni 2 ga ko'paytirsak 10.10 dan 4 degan javob bo'lar ekan. 10.10 dan 4. Nasib qilsa bundan da batafsilroq darslarimizda gaplashamiz. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.